Viza tashlaymi? Men senga oxirgi marta предупреждение beraman Ali Banat. Yana bir marta o'rtoqlaringni uyingga olib kelib, uyingda tushida yurg'izadigan bo'lsang, Brat. O'tayman-da, o'tayman. sen bu yoqqa qara, men senga gapiryapman. Sen her oyun bahçe onayını kötüge sen bronkasını bitti uyunga kelip op kelip bir burada no bergamisa her romi. Dayu. Seni hayotingga qo'tamsan, amni bolasi bo'lsang, onangni sikkasan sen o'zingni. O'zingni onangni sikkasan sen. Seni xotini. Seni xotin bola chaqangni qo'yib beryapsan. Xotinini sikyapsanmi? O'chire onangni sikaman bilan gaplashing harom. Xotinini sikyapsanmi Ali Banatni? O'tayman. Sen qo'yib beryapsan-ku so'kishga ularni. Sen qo'yib beryapsan-ku. Gapir, yana gapiraver. Gapir. Ha, qo'tog'immisan gapirgani nima? Dayussan sen. Dayussan. Senga bu gostinitsa emas, dacha emas bu. Onangni sika odam bor, uyi odam keladi. Onangni sika jalab deb olasiz. Odam boriga odam keladi, lekin turshida yurmaydi odamning o'rtog'i. Onang qara, meni uyim bitta emas, senga yana bir marta aytaman. 3-4 ta uyim bor. Ular narigi uyda gapni eshitsak, men xotinimni 1200 kilometr nariga tashlab kelmaganman. U xotiningni murakkab omchasi ham qotoq ko'rishni xohlaydi. Onangni sikay. Omi yirtilib ketdi u bechorani. Sen menga tuhmat qila olmaysan. Meni uyimda o'rtoq o'tirgani yo'q. Onang nomiga sikay. Ketay onang nomiga sikay. Dayus sensan onasi jalab. Dayus sensan. Onangni nomiga sikay. Ves Toshkent dedi. Ves Yunusobodskiy bo'ldi, bu yoqqa yuribdi. Akalar to'ta gul. Akalar to'ta gul deb. Ramanjon, o'zi tashlaganga yarasha bir $100 tashlaysiz. Bog'a bu mulkayib qolamizmi? Onangni skaptingga qo'tog'im. Ichkaga o'tib nomer nima qiling? Ha. Telefonlashaylik. Bo'ldi. Tushundim. Mana Bo'ldi aka. bu yoqqa aytadimi? Qachon telefon qilay? Bu yoqni o'ylamabmiz u. Nimani? Onangni bilan nima qo'yib, nikohlab qo'yapsan men o'rtog'ingni. Nomerni Sen og'zingga kelgan gapni gapiraver. Bemalol gapiraver. Senga mojna senga. Sen bir miyasi yo'q, bir nogironni pulini yegan bir haromi bichsan sen onangni sika alkash. Onang nomiga sika. qo'shdim Ramanjon. Bunga menga qaranglar, sizlar o'ylamanglar. Bu terpilar, buni urib so'kib bo'lmaydi. Urib bo'lmaydi. Bu qanaqa gapirsa shunaqa atvet berish kerak bu onangni sikaga. Tushundinglarmi? Bu jinni bu. Bu mana bu. Mana quloq bu onangni sika. Sizlar nima tushunmaysizlar? Ha. Sizlar to'g'ri tushuninglar bir narsani. Bu qanaqa gapirsa bunga shunaqa atvet berish kerak. Biror payt lop kelib qolgan payti onasini ham urish kerak, qo'yish kerak, tamom. O'shangacha o'zini hodiga qo'yish kerak bu jalabni balasini. Xotini konchinnini. Onangni sikaydi. Zik nima qildi? Shoh patron yana. Bilasizku. Yomon kiniydi odamlar ekan. O'tira olmaydi, qara, uzib olyapti. Gap ko'tara olmayapti. Chunki bu onangni sikaydi. Ana shunday qilib g'ururku yo'q, cheski ham yo'q. Ana shunday qilib jonini sug'urish kerak bu onangni sikaydi. Xalq bilsin bu qanaqa gandonligini.